singlingni qiynalgan oilaga bermaganmisan? Qo'lingga pul tushdi deguncha singlingni uyiga yugurasan narsa olib. Singlim, to'rtta nonmasa ham ko'rgani keldim-da. Ozgina baliq olib kelgandim. Seni og'zing tegsin dedim-da. Hali men ham puldor olib ketaman. Men ham puldor olib ketganimda singlim doim ko'rgani kelib turaman. Boshdan yaxshi ketib qolmabsan. Yur opamnikiga o'tib kelaylik. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, opam srochni pul kerak degandilar. Yur olib borib beraylik oshna. Gazingni yo'lda kuyib beraman. Ha, bo'pti, o'tir. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Ukajonim rahmat, yaxshiyam bersan, boringga shukr. Oshna, Allohga shukr, kuyovlarim mendan ko'p pul topadi. Qo'limga pul tushishi bilan singillarimdan xabar olishim bu singillarimga bo'lgan akalik mehrim. Har safar singillarimni ko'rgani borganimda ularni quvonganini ko'rib, jannat iforini his qilaman. Singillarimning quvonchida jannatning ifori keladi. Men shuni tushunib yetdimki, singillarim menga Alloh tomonidan berilgan jannat.